tajribamiz vodorod peroksidning katalitik parchalanishi hisoblanadi. Katalizator sifatida kaliy yodiddan foydalanamiz. Birinchi bo'lib bizni qiladigan ishimiz kaliy yodidni sharga qo'yib olamiz. Vodorod peroksidini esa probirkaymiz. Endi esa sharni probirkaga mahkamlanadi. Va kaliy yodidga bunda hosil bo'layotgan gaz vodorod gaz, kislorod gazi hisoblanadi. Sharimiz kislorodda ishib yolladi. Bunda tagida hosil bo'layotgan jigarrang suyuqlik esa yod borligidan darak beradi.